ishonasizmi, boshida bitta o'sha bitta dona ichsam, sen o'zimiz tilda aytganda menga berardi-da o'sha bitta donasi. Bora уже 4 ichsam ham men u narsani sezmasdim. Men shu orqasidan yo'qotganman даже bolamni ham. 2 qatli paytim ham o'sha narsadan iste'mol qilib qo'yganman. Men ko'chani ko'rib katta bo'lganman-da. Bir oyda endi men hozir hisoblab bera olmayman, lekin imini mukkasidan ketib qolgan paytim uydagi $30,000 pul olib chiqib 1,5 oyda ishlab borganman o'sha narsaga. $30,000 pul. Ozodlik hech narsa yetmasa kerak. Prям hech narsa. Afsustaman. Men ham bir paytlar orzular osmoncha qush edim. Onamning umidi, otamning faxri edim. Biroq bir marta qilingan xato butun hayotimni o'zgartirdi. Men erkinlik izladim, ammo asirga aylandim. Men baxt izladim, ammo faqat azob topdim. Bugun ortga qarasam, yo'qotganlarim topganlarimdan 1000 marta ko'p ekan. Onamning ko'z yoshlari, otamning siniq nigohi, orzularimning kulga aylangani. Agar vaqtni ortga qaytarish mumkin bo'lganida edi, o'sha birinchi qadamni hech qachon bosmagan bo'lardim. Mahkuma Usmonova Gavhar Mirkomilovna 2005 9-noyabrda Toshkent viloyati Bo'stonliqda tug'ilganman. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 251-1 5-qism bilan aybdor deb topilib 3 yil ozodlikdan mahrum etilganman. Bolaligim shu ko'pincha buvim, adamlar bilan o'tgan. Oyim chetga qatnaydilar. 2-iyun kuni kirib keldik zonaga. To'g'ri och qolmayapmiz. 3 mahal issiq ovqatimiz bor. Choyimiz, ovqatimiz berishadi. Yalang'och ham qolmayapmiz, forma ham berishgan. Faqat shu uydagilarni sog'inasiz. Erkinligingiz o'zingizda emas. Baribir koloniyaning o'zini rejimi bor, qonun qoidasi bor. Shularga bo'ysunib yashashingiz kerak. Tartib qoidaga. Erkinligingiz o'zingizda emas-da. Ozodlik hech narsa yetmasa ekan. Prям hech narsa. Afsustaman. Onamdan uzoqdaman. Onam ham endi chetdalar. Bu yerda chet bilan gaplashish ilojisi yo'q. Faqat shu sog'inch qiynaydi. Ishoning 2021dan 26 o'sha 8-fevralgacha faqat iste'mol qilib kelganman, to'g'risi o'zim ham chekkanman. Shoxim chiqmadi. Faqat borim yo'q bo'ldi. Oxiri kelgan joyim qamoq bo'ldi. Qaytsin yoshlar bu yo'ldan. Imini ayollar qaytsin. Sizni kim o'rgatgan bu doriga? O'zim o'rganib qolganman. Ko'chada yurib, ko'chadan ko'rib. Ayollarning joyi emas, ko'cha ayollarga emas. Narkotik, kayf ayollarga emas. Qamoq ayollarga emas, qaytsin. Avvalambor tarbiyada. Mana bir misol, nega siz bu narsalarga o'rganmagansiz? Nega qamoqda emassiz? Avvalambor tarbiya, oiladagi muhit. Bir misol, men shu narsani ko'rib katta bo'lganman. Zonaga yugurib, akam qamalib, keyin erga tegganda erim, xo'jayinim qamalib. Men ko'chani ko'rib katta bo'lganman-da. O'shaning uchun ham mana narkotika berilib ketdim, kayfga berilib ketdim. Lekin shox chiqmadi. Nabarot chuqurlashib ketaverdim. Qosh laminatsiya qilardim. Salonda o'qiganman, uyda qilardim. 3-4 kuniga 3-2 klientlarim bo'lar edi. 300 mingdan shunaqadan qilardim. Topgan pulim ham, chetdan kelgan pulim faqat kayfga ketardi. Haqiqatda qaytsin yoshlar bu yo'ldan. Imini ayollar qaytsin. Ayollarga emas, ko'chada yurish, qilish. Ayollarning joyi erini oldida, otasini, akasini oldida, uyida. Bir xil o'ylaydi, qamoq o'yinchoq deb o'ylaydi-da.
to'g'ri hech kim urmaydi, hech kim so'kmaydi. Kimdir tanbeh bersa ham yomon bo'ldi deb emas, yaxshi bo'ldi deb beradi. Uch mahal ovqatimizni berishadi, yalang'och qoldirishmaydi. 8 soat poложенка uyqumuz bor, uxlatishadi, tik oyoqda hech kim qo'ymaydi. Lekin baribir o'zingizni erkinligingizga yetmaydi, o'zingizni uyingizga, o'zingiz ko'chada o'zingiz xohlagan narsangizni olib yeb yurishingizga, xohlaganingizni kiyishingizga, xohlagan joyingizga borishga, bu narsalarga hech narsa yetmaydi. Men tavba qildim, to'g'risi. Chiqqanimdan keyin shu xudo xolisa erimni chizgan chizig'idan chiqmayman deb. Men shu orqasidan yo'qotganman даже bolamni ham. 2 qatli paytim ham o'sha narsadan iste'mol qilib qo'yganman. O'sha narsani orqasidan mana bolamni yo'qotdim. Hozir o'zim qamoqdaman, uyimdagilardan uzoqdaman. Borim ham yo'q bo'ldi. Eng ko'p kimni sog'inasiz bu yerda? Onamni. Onangizga nima degan bo'lardingiz? Nimadir deydigan yuzim qolmadi o'sha. Vaqti kelsa erkaklar qiynaladi demash, akam, erim qamalganda aytishardi-da. Vaqti kelsa erkaklar chidamaydi. Ayollar biz shunday ham chidaymiz. O'zi bo'lmaydi. Anoda to'rtimda katali devor xuddi 4 chizuv chizib qo'ygan, o'sha chizuvdan chiqishingiz kerak emas. Bir xillar bor, mana shu ko'chada yurgan qizlar ham o'tirib bo'lganman, tasha olmayman, o'rganib qolganman. Biz ham vaqtida shunaqa deganmiz-da, tasha olmaymiz, tasha olmaymiz, o'rganib qolganmiz deganmiz. Yo'q, qilsa bo'ladi. Odam sabr qilsa, mana qamalganimga 5 oy bo'lyapti, почти 4 oy 12 kun bo'ldi. 4 oy 12 kundan beri mana ichmadik, yemadik o'sha narsalarni. O'sha psixotrop moddani ichmadik, chekmadik. O'lib qolmayapmiz. Nabarot yaxshi bo'ldi. Mana endi nima desa bo'ladi? Odam miyasi ishlab, hayotga qiziqish bor-da. Uni ichib yurgan paytingiz faqat shuni ichishni o'ylaysiz-da. Shuni borsam, olsam, ichsam, iste'mol qilsam, bo'lmasa miyangiz qisadi, boshingiz og'riydi, o'shalarni qaysi xumori tutadi. Shu narsada yuraverdik-da ko'chada. Mana har xil kanallar chiqib ketdi. Har xil internetda, chatlarda lokatsiyalar qo'yib tashib berishyapti. Yoshlar hammasi hozir o'sha lokatsiyaga o'rganib olganda, hozir hech kim qo'ldan olmaydi bir misol. Kelib, kim oldin shunaqa edi. Kimgadir eshigiga borib, "Va men iltimos ber, xumorim tutyapti, ichi shuni, boshim og'riyapti" deb olardingiz. Yo'q, hozir unaqa emas. Hozir shunda Telegramga kirasiz, bitta kanal. Shu kanalga kirib yozib, xohlasangiz ham olasiz, xohlasangiz degan narsalar bor. Degan narsalar bor, ularni olasiz, iste'mol qilaverasiz. Bitta chat bo'lsa, chatga yozasiz. O'zi tashab beradi. 4 ta shtuk bor, yoki 6 ta bor, yoki 8 ta bor, yoki 10 ta bor. Rayonlarni tashab beradi. Sergeli, Yunusobod, Mirobod, Mirzo Ulug'bek, mana shunaqa rayonlarni tashab beradi. Tanlaysiz, o'sha rayonlarni bosasiz. U rayonda 4 ta qolgan bo'lsa, aytasizki 4 ta qolgan bu rayonda deydi. Sizga sangi 8 ta kerakmi deydi. To'xtab turmasangiz 8 tani boshqa rayonga, boshqa joyga qo'yib beraman deydi. Mana bu karta deydi, mana shu kartaga tasha pulni deydi. Siz kartaga pulni tashiysiz. 40 minut, 1 soat vaqt o'tib oradan sizga lokatsiya keladi rasmi bilan. Mana shu joy bo'lsa, stalba deylik shuni. Stalbani tagiga tashab qo'ygan bo'ladi yoki ko'mib qo'ygan bo'ladi. Rasmda o'sha joyi metka qilib qo'ygan bo'ladi. Bunda qizil rangga yoki qoraga olib belgilab qo'ygan bo'ladi. Metka qilib qo'ygan bo'ladi. Borasiz, rasmga qaraysiz. Bir xilmi, bir xil. Bunda qarasangiz narsa turgan bo'ladi. Olasiz, ketasiz bo'ldi. Siz ham shunaqa tartibda olganmisizmi? Ha, olganman. Ko'p olganman anaqa tartibda. 4
Yo'q bo'lgan payti ham bo'ladimi xuddi o'shalar ketsa? Yo'q, bo'lmaydi. 24 soat ishlaydi ular. Xohlasangiz soat 2 da yozing, xohlasangiz ertalab azonda 5 da yozing. Atvet yozishadi. 24 soat ishlaydi. Internet rivojlanib ketdi. Va shu Telegram chiqdi, Instagram chiqdi, TikTok chiqdi. Shularning orqasida mana Instagram, TikToklarda ham bilsangiz reklamada chiqib keladi u narsalar. Ishga olamiz, kuryerligiga deydi. Oyiga $1000 to'layman deydi, $1,500 to'layman deydi. Shunaqa reklamalar chiqadi. O'shalarning orqasida men bir misol birinchi lokatsiyani o'rganishim qanaqa bo'lgan? Instagramda video ko'rib o'tiribman, menga reklama chiqib kelyapti o'sha anaqada videolarning orasida. Kuryerligiga ishchi kerak deb chiqyapti-da. Men kirib qolaman o'sha kanalga. Kiryapman, ko'ryapman, nima ekan bu deyapman, kirib ko'ryapman. Narkotada. Chatlari bor. Shu oladiganlar bir-biri bilan yozishadi, gruppa deydi, gruppasi bor. Shu oladiganlar bir-biri bilan yozishadi. Shu yozishgan chatlarini o'qiyapman. Hammasi 6 ta oldim, nahot bo'ldi, ni nahot bo'ldi. Mana shunaqa yozishyapti-da. Nima ekan bu deb hayron bo'ldim. Lekin o'zim iste'mol qilib yuraman u paytda ham. Lokatsiyani tushunmasdim, bilmasdim. Nima ekan bu deb yaxshilab o'qib, bunaqa qiziqib qarayapman. Ko'ryapman, bittasiga gruppada yozyapman. Men nima bu, qanaqa gruppa, nima qilish kerak desam, u endi kim nimaligini men bilmayman, tanimayman. Shu gruppada o'tirgan odam ham. U menga aytadi, tushuntiryapti, mana shunaqa narsa. Yozasiz, sizga atvet beradi, rayonni tanlaysiz, karta tashiydi, pul tashiysiz, narsangizni olasiz deyapti. Xuddi shunaqa bo'lyapti, yozyapman, menga rayon beryapti, qaysi rayonni xohlaysan deyapti. Menga yaqinroq Yashnobod yoki Yunusobod bosyapman, rayon, o'sha rayonni narsasini menga lokatsiya bilan rasm qilib tashib beryapti, metka qilibdi. Shuni boryapman, olman narsani. Mana bir oyda endi men hozir hisoblab bera olmayman, lekin imini mukkasidan ketib qolgan paytim uydagi $30,000 pul olib chiqib 1,5 oyda ishlatib yuborganman shu narsaga. $30,000 pul. Undan tashqari 32 gram tilla bo'lgan, 27 millionli tilla bo'lgan, 27 millionli tilla bilan $30,000 pulni 1,5 oyda shu tikib yuborganman. Har kuni mef olardim, xillerdim, tabletka olardim, ichardim. Suv degan narsa bor, suv olardim, separdim. Hamma shu $30,000, 27 million so'm pul, $32,000 bo'pti. Shunda $32,000 pulni 1,5 oyda men ishlatib qo'ydim, yeb qo'ydim. Endi men o'zingiz o'ylang, 6 yildan beri qilaman, necha pul ishlatib yuborganman, men hisoblolmayman uni. Lekin uyda tayyor turgan pulni olib chiqib ketib, men ishlatib yuborganman. 1,5 oyda. Aniq eslayman-da. 21-aprel, adashmasam 21-aprelda o'sha pulni olib kayfni boshlayapman. O'sha iyunni boshlari, o'sha may oxiri 30-may, 1-iyunda o'sha menda pul yo'q edi, tushunasizmi? Ishonasizmi, boshida bitta o'sha regapendan bitta dona ichsam, ya'ni bizning o'zimiz tilda aytganda menga berardi-da o'sha regapen bitta donasi. Bora o'sha 4 ichsam ham men u narsani buni sezmasdim. Hozir aslovnoy narsa shu narsa, aslovnoy. Aslovnoy shu narsa odamni yo'q qilib tashyapti. Mana men oldin bu darajada ozg'in bo'lmaganman. O'sha narsani iste'molida ozib ketdim. Sog'lig'imni yo'qotdim. Mana tishlarimni yeb o'rgan, o'sha narsa hammasi shu orqasidan bo'lgan. Tabletka suv jigaringizni yo'q qiladi, suv miyangizni quritib yuboradi. O'sha narsalarni bilib turib ham men qilaverganman-da. Balki to'xta degan narsa bo'lmaganda, menda hech kim to'xtatmagan, ko'zga hech narsa ko'rinmaydi, azartda o'sha berilaverganman kayfga. Qilma, bo'ldi qil degan odamni yomon ko'rganman o'sha payt. Sani pulingga qilmayapman, senga nima deganman deb. Yaqin bitta uyimizga ham yaqin bitta odam bor edi, qo'shnimiz. Qo'y yig'ishtir desa yoqmas edi menga. Sizga nima derdim? Men qilsam onamning puliga, adamning puliga qilaman. Sizlarga nima og'irligi tushyapti derdim-da.
Hozir lekin shu o'ylayman, o'sha paytda shu inson meni o'ylab aytgan-ku, nega bo'ldi qilmaganman shu paytda. Hozir men o'ylayman-da, o'sha 30 ming dollarni nimadir qilganimda nimadirli bo'lardim. Yo uyli, yo mashinali bo'lardim. Yo qo'limga nimadir hunarim bo'larmidi. Yo salon ochmasmidim. Shu narsani tushunaman-ku, bilaman-ku deb hozir men har kuni o'ylayman-da shu narsalarni. Nega men shuncha pulni yo'q qildim deb. Hammasi ketgan. Men 2021 boshlagan bo'lsam, 23 yerga tekkanman. U paytlarda o'sha menda xumor yo'q edi. Ya'ni bo'lsa qilardim, bo'lmasa o'tiraverardim-da. Bo'lib qolsa qilardim. Keyin erga tegdim, erim qamalib ketdilar. Keyin orada urushib ketyapmiz, menga taloq berib yuboryaptilar, mana shunaqa qilib bo'lyapti-ki, men o'tdan ketyapman, o'zim uyimga boryapman. Men domda bitta o'zim yashayirdim. Hamma narsa bitta o'zim yashashimdan kelib chiqqandi deb o'ylayman men. Shu oyim bo'lmaganlar, adam o'tib qoldilar. Onamga rosa keling, men bitta o'zim qiynalyapman, ona bitta o'zim yashamaytsam, nimadan qiynalasan? Suv uy, puling bor, o'tiraverdirdilar-da onam. O'sha narsalar orqasidan, o'sha bitta o'zim yashash orqasidan farqi yo'q bo'lib qoldi-da, tushunasizmi? Chunki tepangizda hey deb turadigan odam yo'qmi? O'sha xolagan joyimga chiqardim, xolagan joyimga borardim, xolaganimni yerdim, xolaganimni ichardim, xolaganimni kiyardim. Shunaqa yurarmidim. Bora keyin o'sha berilib, qo'pol bo'lsa ham aytaman, kallam bilan kirib oldim-da. Haqiqatdan. To'g'risi men nima bekitish emas, haqiqatdan mukkasidan ketib qoldim-ku. Juda ham. Chunki mana o'zingiz o'ylang, 30 ming dollar pul qilib yuborish mumkin emas-da. Men hozir o'ylayman o'zimga o'zim, qanaqa 1,5 oyda men shuncha pulni yeb qo'ydim deyman-da. Intervyu chiqqandan keyin meni eshitishadi-yu, qizlar, yoshlar. Qaytinglar lekin bu yo'lda. Qaytinglar. Oxiri mash qamoq bo'ldi. Oxiri keladigan joyimiz shu. Oxiri qamalamiz. Keyin o'zi tavba qilganning foydasi to'g'ri bo'lar, lekin o'zi kechdi. Undan ko'ra vaqtida o'zi bo'ldi, ko'chada odam o'zini yig'ib olish kerak ekanda. Bo'ldi qilish kerak, yani stop degan narsani odam bilish kerak-da. Uncha unaqa mukkasidan ketib qolish kerak emas ekan. Men hozir o'ylayman, agar qamalmaganimda balki bundan battar ishlar qilib yorardim deb o'ylayman-da.